chekmayman, lekin doim yonimda gugurt olib yuraman. Kecha sochingni olmoqchi bo'ldik-ku, bugun yoqib boramiz. Boshim kesib tashlab olinglar. Yo'q, o'g'lim, bu gugurt chaqasan va qo'lingda mana shunday yonib bo'lgunicha ushlaysan. Qani qayerga yonguncha chidarkansan. Ushlab tur endi. Qanchaga dosh bera olarkansan? Dosh berish qiyin-a? Barmoqlaringni uchi kuyadi. Uydan tashqarida qilayotgan ishlaringni men har doim bilmasligim mumkin. Lekin kim biladi? Buyuk Robbing doim ko'rib turadi. Har bir qadamingdan, har bir harakatingdan xabardor va nomay amalingga bu narsa yozilib boriladi. O'sha mashhur sportchi Muhammad Alining gapi bor. Chekmayman, lekin doim yonimda gugurt olib yuraman. Uni yoqib ko'raman va qancha ushla olar ekanman deb kutib turaman. Uni otashiga dosh bera olmayman va o'zimga aytamanki, "Ey Ali, shu olovga dosh bera olmayapsan-ku, jahannam otashiga qanday chidaysan?" deb. Bu dunyoda kuysang, doktorlar davolab o'zingga keltirishi mumkin. To'g'ri, juda ko'p kuyish bo'lsa o'lim bilan tugashi mumkin, ammo olovni o'chirish mumkin-da bu dunyoda. Lekin u dunyoda olov o'chmaydi u. Shuning uchun uydan tashqarida ham har bitta qilayotgan ishingni oldin iymon tarozisida, aql tarozisida tortib, keyin qil. Chunki sen meni g'ururimsan.